Liga Soccer o'yinidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishamiz. Bu dinamik kartalar hammaga ma'lum bo'lgan. Ular 8-iyun kuni keladi va mana bu yerdagi birinchi sezon pasdan draft, har xil turnirlar, onlayn shulardan olib o'sha futbolchilarni tarkibingizga olishingiz mumkin. Va bitta narsasi, ular kelgandan keyin ularni ola boshlasangiz, hozir mavsumda boshlanayotgan jahon chempionatining yakuniga qadar u futbolchilarni sotib yuborish imkoniyati bo'lmaydi sizda. Va agar yakuni jahon chempionati tugagandan so'ng ularni sotib yuborish ochiladi. Lekin sotib yuborganingizda ham Common Special Coach beradi. Bu esa yaxshi emas. Shuning uchun menimcha ularni sotib yuborgandan ko'ra tarkibda olib qolgani yaxshi. Xo'sh, demak, ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda ularni qanday darajasi oshishi aytilgan. Har bir futbolchining o'zini terma jamoasini keyingi bosqichga chiqishiga qarab, mana shunday darajalar oshib, oxirida g'alaba qozonganga 96 darajaga chiqadi. Mana bu yerda 1 dan 3 gacha deyilgan, ya'ni bitta guruhda 3 ta o'yin bo'ladigan bo'lsa, o'sha siz biron bir terma jamoa o'yinchisini olgan bo'lsangiz, o'sha o'yinchini milliy terma jamoasi uchala o'yinda ham g'alaba qozonadigan bo'lsa, u 82 lik futbolchi 85 darajasigacha ko'tariladi. Agar bittasida g'alaba qozonadigan bo'lsa va guruhdan chiqa olmasa ham, u 82 dan 83 darajasigacha ko'tariladi. Ikkitasida g'alaba qozonsa 82 dan 84 gacha. Ya'ni agar u maksimal o'sha siz olgan futbolchining terma jamoasi maksimal darajada hamma o'yinlarda g'alaba qozonib guruhdan chiqadigan bo'lsa 85 bo'ladi va u round of 32, ya'ni 32 talik ichida o'ynaydi. Unda ham g'alaba qozonsa 2 plus qo'shilib, ya'ni 85 lik futbolchi 87 bo'ladi. Keyin nimchorak finalda 89, chorak finalda 91, yarim finalda 93 va 96 darajalargacha yetib boradi. Bu yerda mana shu yerda hamma futbolchilarni ko'rishingiz mumkin. Abduqodir Husanov ham bor albatta. Uning darajalari ancha zo'r bo'lib kelgan. Demak, endi bu futbolchilarni qanday olishga keladigan bo'lsak, eventlardan bu yerdan har bitta anovdan o'sha dinamik karta beradi agent. Lekin bu yerda o'sha pushti kartaliklarda agent ko'rsatilgan edi va qayerdan olinishi ham aytilgandi. Lekin bu yerda hech qanday qayerdan olinishi ko'rsatilmagan. Balkim bu ham mana bu yerdagilar kabi shunchaki Client Pressing bosganingizda avtomatik olinish ham mumkin, lekin 8-kuni balkim agent ham chiqadi. Agar agent chiqsa, ko'p ehtimol random beriladi, ya'ni shu 40 ta futbolchidan qaysidir bittasi sizga randomli bo'lib tushishi mumkin. Lekin agar agent bo'lmasa, qayerdandir bir yerdan olishga chiqadigan bo'lsa, siz o'zingiz qaysidir birontasini tanlab olishingiz mumkin. Va shunda Abduqodir Husanovni olish imkoniyatlarimiz ko'payadi. Lekin agar siz futbolchingizni darajasini 96 darajasigacha ko'tarilishini xohlaydigan bo'lsangiz, albatta Bradley Barkali, Eberechi Eze, Nico Williams, Mateus Cunha, De Paul, Joao Felix, Voltimadi va shunga o'xshash asosan shular. Ya'ni bular jahon chempionatida yutish ehtimollari ancha baland bo'lganligi uchun shulardan olish kerak. Ko'proq Barkali va Williams, ya'ni shu payt shu oxirgi yillarda jahon chempionatini ko'proq Ispaniya va Fransiya ancha katta favorit hisoblanyapti. Bular hech bo'lmaganda yarim finalgacha boradi aniq. Mana shu aytib o'tgan 8 ta futbolchim. Keyin Sorlot, ya'ni Norvegiya ham yarim finallargacha chiqib olishi mumkin. Sorlot juda yaxshi o'ynaydi. Bo'yi 1.95, stress balans, speed ancha kuchli futbolchi. Bu yerlarda keyingi bosqichga iloji boricha keyingi bosqichga o'ta oladigan futbolchilardan olishingiz kerak. Chris Pot yana qaytib chiqibdi. 92 lik darajasida 94 stari ancha baland. Williams. Bu yerdagi har bir futbolchi o'sha o'zini keyingi bosqichga chiqish orqali darajasi oshadi. Sizlar iloji boricha shunga harakat qilinglar. Bu yerda olgan futbolchingizni o'zingiz qo'lda kuchaytira olmaysiz. O'sha aytganimdek, uning terma jamoasining g'alabalariga qarab darajasi avtomatik ravishda yangilanib boraveradi va bular hech qachon darajasi tushib ketmaydi. 82 ligacha yo shu darajada qoladi, yo 83, 84, 85 va shunga o'xshash yana ko'tarilib 96-darajagacha yetib borishadi. Sizlar bilan Barozbek Xo'jayev bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va yana bitta narsani aytay, eventsda draftlar kelgan. Bitta emas, ikkita emas, 4 ta draft va shulardan hech bo'lmaganda bittasi olmosga kelib qolish ehtimollari bor. Shuning uchun mana menikidek olmoslaringizni ko'proq yig'ib qo'yishingizni maslahat beraman. Xayr, sog' bo'ling.